So'nggi yillarda baliqchilik O'zbekistonda eng serdaromad tarmoqlardan biriga aylandi. Intensiv texnologiyalar bir necha gektar maydonning o'zida yuqori hosil olish imkonini bermoqda. Davlat subsidiya, imtiyoz va infratuzilma bilan sohani qo'llab-quvvatlayapti. Ammo imkoniyat mas'uliyat bilan birga keladi. Bugun Mirzaobod tumani hokimligida o'tkazilgan tanqidiy yig'ilishda aynan shu masala muhokama qilindi. Viloyat hokimi Erkinjon Turdimov tahlillar tumanda jiddiy manzarani ko'rsatmoqda deya 46 ta baliqchilik xo'jaligi 1179 gektar unumdor ekin yerini sun'iy havzaga aylantirgani, yana 15 ta xo'jalik 1000 gektardan ortiq maydonda suv solig'ini chetlab o'tish uchun kanal suvini avval zovurlarga tashlab, keyin shu suvdan foydalangani kabi holatlarga keskin e'tirozlarni bildirdi. Yig'ilishda bu kabi holatlar nafaqat qonun buzilishi, balki suv va yer resurslariga nisbatan beparvolik ekani alohida ta'kidlandi. Muhokamada Erkinjon Turdimov baliqchilik qilishga hech kim qarshi emas. Aksincha, daromadli ish qiling, odamlarni ish bilan ta'minlang, lekin ekin yerini buzib, suvdan noqonuniy foydalanib, davlat hisobiga boyishga yo'l qo'yilmaydi deya ta'kidladi. Soliq qarzdorligi, hisobotlardagi tafovutlar, yer va suvdan samarasiz foydalanish holatlari ham muhokama markazida keskin tanqid qilindi. Viloyat hokimi agar yer berilgan bo'lsa, u ishlashi kerak. Agar suv olinayotgan bo'lsa, har bir kub metri qonuniy hisobga olinishi shart. Har bir qarich yer ham, har bir tomchi suv ham davlatning boyligi deya ta'kidlab, mas'ul rahbarlardan joylardagi haqiqiy holat bo'yicha izoh so'radi. Yig'ilishda ayrim holatlar bo'yicha prokuratura tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani, bir qator xo'jaliklar faoliyati huquqiy baholanayotgani ham ma'lum qilindi. Muhokama yakunida Erkinjon Turdimov halol ishlagan tadbirkorni qo'llaymiz, lekin davlatning yeriga, suviga, budjetiga zarar yetkazganlarga murosa bo'lmaydi deya fikrlarni bildirib, mas'ullarga aniq topshiriqlarni berdi. Yerdan noqonuniy foydalanishni bartaraf etish, suv hisobini to'liq yo'lga qo'yish, soliq tushumlarini ta'minlash va har bir baliqchilik xo'jaligining haqiqiy faoliyatini qayta o'rganish, ularga ko'maklashish va tumanda intensiv baliqchilik xo'jaliklari salmog'ini ko'paytirish bo'yicha viloyat ishchi guruhi tuzilishi bildirildi. Baliqchilik iqtisodiyot uchun muhim tarmoq, ammo uning rivoji qonun, tartib va mas'uliyat bilan birga bo'lgandagina barqaror natija berilishi ta'kidlandi.